Allohdan umid uzmaslik, ruhiy va ilmiy uyg'unish. Qur'onning marhamat chaqirig'i. Alloh taolo Qur'on Karimda umidsizlikni mo'minning sifati emas, balki bir xil xatoligi deb ko'rsatdi. Eng chong tasalli aytqinki, gunohlarni qilib o'zlariga zulm qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidinglarni uzmanglar. Allah haqiqatan barliq gunohlarni mag'firat qilg'ichidir. Bu yerdagi umid uzmanglar degan so'z bir buyruqdir. Allohning Rahman, dunyo hammaga mehribon va Rahim, oxiratda mu'minlarga alohida rahim qilguvchi sifatlarini tonish, olamdagi eng buyuk energiya manbasini tanishdir. Umid uzish amaliyotda Allohning qudratini va marhamatini o'zining kichikgina masalasidan to'van chaqlaganlikdir. Hadisdagi mehribonlik Allohning bandaga bo'lgan kuyimi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi. Alloh taolo deydi-ki, men bandamning men haqidagi gumonida, ya'ni qandoq o'ylasa shundoq muomala qilaman. Men bilan uchrashganida men haqida yaxshi gumonda bo'lsin. Siz Allohni kechirimchan yo'l ko'rsatguchi deb ishonsangiz, qalbingiz shu xil chiqish yo'lini izlaydi. Agar buning chorasi yo'q, men tugudim deb gumon qilsangiz, siz o'zingizga o'zingiz zulm qilgan bo'lasiz. E'tiqodning kuchi. Allohning Rahman sifatini his qilgan kishida mendan cho'ng bir kuch meni qo'llayotdi deydigan psixikalik tayanch shakllanadi. Bu tayanch tez surat, bisim va yurak kasalliklarining oldini oladigan eng kuchli qalqondir. Bugungi moddiy dunyoda kishilar ko'pincha natijasini o'zining kuchidan yoki atrofdagi sababdanla deb biladi. Shunga bir ish o'xshamasa, darhol umidsizlanadi. Bizning darsimiz shuki, siz yolg'iz emas. Olamning yaratquchisi sizni tashlab qo'ymadi. Xatoligingiz uning marhamatidan cho'ng emas. Idrok qilish aqlning ishi. Allohning marhamatini tunimaslik bir xil aql qarg'uligidir. Quyosh chiqib tursimi, ko'zini yumib olgan odamga dunyo qorong'u ko'rinadi. Umidsizlik ko'zni yumib olganlikdir. Allohdan umid uzish cheksiz mehribonlikni kichikgina qalbga sig'dira olmaslikdir. Allohning Rahman ismini zikr qilgan har bir nafsingiz sizga yangi bir fursatdir. Alloh taolaning Rahman va Rahim sifatlari Qur'on Karimning asosi. Shundaqla bizning mavjudligimizning sababchisidir. Bu ikki ism bir yiltizdan, ya'ni rahmat so'zidan kelgan bo'lsa-mu, ularning ma'nosidagi nozik farqlar insonga cheksiz umid bag'ishlaydi. Rahman degan so'z arab tilida mubolag'a, ya'ni cho'ngaytish shaklida bo'lib, marhamatning eng yuqori chekka yetganligini, hammani qoplaganligini bildiradi. Ilmiy va logikalik ma'nosida Allohning bu sifati butun koinotga, barliq maxluqotlarga tava. Alloh Rahman bo'lganligi uchun quyosh hamma odamga tang nur beradi. Havo hamma odam uchun haqsiz. Alloh taolo o'ziga ishongan, ishonmagan, yaxshi yomon, gunohkor, taqvodor deb ayirib o'ltirmay, hamma odamga rizq beradi, fursat beradi, hayotlik beradi. Bir odam Allohga osiylik qilib tursimi, yanala nafas oladi, yanala tomoq yeydi. Bu dal Allohning Rahman sifatining natijasidir. U sizning xatoligingiz uchunla sizdan ne'matni darhol tortib olmaydi. Rahim sifati bo'lsa, marhamatning davomlashish va ma'lum bir nishonga qaratilish tarafini ifodalaydi. Bu sifat asosligi Allohga ishongan, uning yo'lida mengishga tirishgan bandalarga beriladigan alohida rahmatni ko'rsatadi. Rahman sifati bizga moddiy dunyoning eshiklarini ochgan bo'lsa, Rahim sifati qalbimizga hidoyat, xotirjamlik va oxiratda jannat ne'matlarini beradi. Siz bir qiyinchilikqa yo'liqqaningizda duo qilsangiz, qalbingizga bir tasalli kelishi, to'g'ri yo'lni tepib olishingiz bu Allohning sizga bo'lgan Rahim sifatining chachirgan nuridir. Bugungi insonlar uchun buning ahamiyati, umidvorlikning manbasi Rahman bo'lgan Alloh sizga rizq berayotgan ekan, Rahim bo'lgan Alloh sizning duoyingizni anglaydi va sizni yolg'iz qo'ymaydi. Xatolik tuzatish fursati. Allohning Rahim sifati tavba qilguvchilar uchun bir ochiq eshikdir. Men gunohkor, endi kech bo'ldi degan so'z Allohning bu ikki ulug' sifatini tushunmaslikning natijasidir. Zamonimizdagi insonlar doim men yolg'iz, meni hech kim tushunmaydi deb o'ylaydi.
Lekin Allohning rahmonligi sizni barliqqa keltirgan bo'lsa, rahimligi sizning har bir dardingizga shifo berishga kafolatlik beradi. Allohning bu ikki sifati sizning dunyo va oxiratdagi eng buyuk kafolatingizdir. Siz umid uzgan on amaliyotda Allohning bu cheksiz marhamatini bir tarafga qayirib qo'yganligingiz uchun qorong'ulikda qolgan bo'lasiz. Haqiqatni ko'rish, dunyodagi har bir zarrada Allohning bir turlik hikmati va marhamati borligini yurak bilan sezish, tashvishdan qutulish. Masalan, bir qiyinchilik kelganda uni faqat ochiq bilan ko'ngilsizlik deb ko'rsangiz, bu bir taraflama qarashdir. Agar uning ichidagi pishib yetilish fursatini Allohning sizni texmi yaxshi yerga boshlayotganligini ko'rsangiz, sizda ilohiy idrok bor deganlikdir. İdrakningmi xuddi palampayga o'xshash martabalari bor. İnsonning ma'naviy va aqliy jihatdan yukselishiga ergishib, uning dunyoni va Allohni tushunish cho'nqurligini o'zgaradi. Islom falsafasi va hozirgi zamonaviy ilm bilan birlashtirib, idrak martabalarini tövandagidek 4 darajaga bo'lib tushuntirishga bo'ladi. Birinchi hissiy idrak, ya'ni eng tuvan daraja. Bu faqat 5 sezim a'zosi: ko'rish, anglash, tiyish va boshqalar orqali atrofni sezish darajasidir. Xususiyati narsalarning faqat tashqi ko'rinishiga, rangiga va shakliga qarab hukm qilishdir. Masalan, bir odam gulni ko'radi. Bu bir qizil gul ekan deydi. Uningdan boshqa ma'nini o'ylamaydi. Bu darajadagi inson Allohning ne'matlarini ko'radi, lekin uni faqat modda deb biladi. Ikkinchi, aqliy idrok, logikalik daraja. Bu yerda aql ishga tushadi. Sabab natija munosabatini tahlil qiladi. Xususiyati bu narsa qandoq borliq keldi? Buning qandoq foydasi bor deb so'raydi. Masalan, shu gulga qarab, bu gul tuproqdan, suvdan va quyosh nuridan oziqlanib o'sibdi deydi. Bu darajadagi inson Allohning Rahmon sifatining dunyodagi qonunlarini tushunishga boshlaydi. Uchinchi, qalbiy idrok. Bu yerda umid va iymon boshlanadi. Bu qalb ko'zi bilan ko'rish darajasidir. İnsan moddiy narsalarning orqasidagi ilohiy marhamatni ko'radi. Xususiyati hodislarni faqat bir tasodifiylik deb emas, balki bir xitob, ya'ni bishorat deb biladi. Misol, bir qiyinchilikqa yo'liqqanda bu meni tarbiyalash uchun kelgan bir sinoq. Alloh meni bu orqali texmi yaxshi yerga boshlaydi deb idrok qiladi. Bu daraja Allohdan umid uzmaslikning boshlanish nuqtasidir. 4-chi, kashfiy, ya'ni haqiqatni bayqash, idrok, eng yuqori daraja. Bu insonning o'zini, olamni va Allohni bir butunlik ichida cheksiz marhamatning bir parchasi sifatida his qilishdir. Xususiyati inson har bir zarrada Allohning Rahmon va Rahim sifatining javhirini ko'radi. Qo'rqinch va andishidan butunlay xoli bo'lib, cheksiz shukr holatida yashaydi. Misol, qorong'u kechadimi nurni, qattiq azobdimi shifoni ko'ra oladigan bir ruhiy kuchga ega bo'ladi. Bugungi insonlarning ko'pinchisi birinchi va ikkinchi darajada, ya'ni moddiy va aqliy to'xtab qolg'achqa, biror moddiy ziyonga uchirsa darhol umidsizlanadi. Allohdan umid uzmaslik darajasiga chiqish uchun qalbiy idrok, ya'ni 3-daraja falsafasiga chiqish kerak. İdrak martabangiz qancha yuqori bo'lsa, dunyoning yuki shuncha yengil, Allohning marhamati shuncha ro'shan ko'rinadi. Qur'on Karim va hadis shariflarda idrok, tushunish va his qilish musofasi intayin sistemalik bayon qilingan. Buni hozirgi zamon insonlarining tafakkur shakliga, ya'ni bilish, ishonish va his qilish bosqichlariga moslashtirib 3 asosli martabaga bo'lib tushuntirishga bo'ladi. Bu martabalar Qur'ondagi yaqin, shaksiz bilish ufqumiga asosan qurilgan. Birinchi, ilmal yaqin, ya'ni aqliy idrok bilish bosqichi. Bu bosqichda inson dalil isbotlar, ilm-fan va Qur'ondagi bayonlar orqali Allohning marhamatini biladi. Bu xuddi sizning bir shifoliq dorining formulasini uqib, uning kasalga manfaat qiladiganligini ilmiy jihatdan qabul qilganligingizga o'xshash. Siz Allohning Rahmon ekanligini kitobdan o'qib bilasiz. Qur'on oyatlaridan anglaysiz. Bu martabadagi holat odam qiyinchilikqa uchraganida Alloh rahim qiladi deb biladi, lekin yanala yuragida sal ansirash, logikalik gumonlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi, aynul yaqin, ko'z bilan ko'rgandek idrok qilish,
kuzatish bosqichi. Bu bosqichda inson Allohning marhamat sifatlarining koinotdagi va o'z hayotidagi ifodalarini ko'radi. Qur'ondagi asosiy ondan sizlar uni albatta aynul yaqin, ya'ni o'z ko'zinglar bilan qat'iy ko'rasizlar. Bu xuddi dorining boshqa bir kasalni saqaytqinni o'z ko'zi bilan ko'rganga o'xshaydi. Siz atrofingizga qaraysiz. Tuproqdan chiqqan mevalar, osmonning bo'shliqda turishi, o'zingizning murakkab badan qurilmasi, bularning hammasida bir cheksiz marhamatning, ya'ni Rahmon sifatining borligini jazmlashtirasiz. Bu martabadagi holat inson dunyoda tasodibiylik yo'q. Hamma narsa bir mehribon kuchning bir taraf qilishi bilan bo'lyotidi deb jazm qiladi. Umidsizlik yo'qaydi. Chunki Allohning ish izlarini har yerda ko'rib turadi. 3. Haqqul yaqin, haqiqiy idrok, his qilish va yashash bosqichi. Bu idrok martabasining eng yuqori chekidir. Inson Allohning martabasini ilm bilan emas, ko'zi bilan emas, balki butun ruhi bilan tetiydi. Qur'ondagi asosiy bu albatta haqqul yaqin, ya'ni shak shubisiz haqiqatdir. Bu xuddi siz shu dorini ichib og'riqning to'xtaganini, badaningizning rohatlanganini o'z jiningizda his qilganingizga o'xshaydi. Siz bir musibatga uchrasangizmi, qalbingizdagi Allohga bo'lgan ishonch sizga shundoq bir tinchlik beradi-ki, atrofdagilar hayron qoladi. Bu martabadagi holat bu yerda umidsizlik yiltizidan quriydi. Chunki inson Allohning Rahim sifatini o'z qalbida tetiyotadi. Hadisda aytilganidek, Allohni Rabb, Islomni din, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarimiz deb e'tirof qilgan odam iymonning ta'mini tetiydi. Hozirgi zamon insonlari ko'pincha ilm birinchi daraja bilan cheklanib qoladi. Ya'ni bilaman, Alloh bor, rahim qiladi deydi, lekin qiyinchilik kelsa yanala umidsizlanadi. Chunki u bilim texi qalbga tushib haqqa aylanmagan. Birinchi qadam o'qib bilish, ilmul yaqin. Ikkinchi qadam fikr yuzgizib koinotdagi mo'jizalarni ko'rish, aynul yaqin. Oxirgi maqsad duo, ibodat va tavakkul bilan Allohning marhamatini qalb bilan tetish. Haqqul yaqin. Siz qaysi martabada bo'lsangiz, dunyodagi besimlar sizga shuncha ta'sir qiladi. Idrok yuksalgancha dunyo kichiklaydi. Allohning marhamati cho'ngaydi.